Tezroq bo'l. Tiqilib qoldim. Sandiqni och, machetani ol. Fermaga o'tlan endi. Eshik yop. Yo, barchaga salom. Sizlar bilan Leoncho Minecraft. Bugungi videomizda yana men o'zim xohlamaydigan ishni qilaman. Ya'ni Minecraftdagi eng yomon ishlardan biri men uchun fermani tozalash bo'ladi. Men bunga majburman. Qishloqda yashayapmanmi? Demak, ferma bo'yicha shug'ullanishim kerak do'stlar. O'zi menga bu ish yoqmaydi. Prosta mer menga tayyorladi, shuning uchun qilyapman. Qilishni hattoki bilmayman men. Tezlik bilan qilish kerak, va bularni kartoshkalarini merga etib beramiz. Mana bu yerda ikkita qoldi. Suvni ichiga tushmadimi? Ya, tushmadi do'stlar. Qandaysan, qishloqqa zo'rmisan? Hozir o'zing yaxshimisan, Leoncho? Da, men yaxshiman. Men nima qilyapti? O'tiribdi u yerda. Mana tezroq berish kerak. Va merdan oyligimizni olamiz do'stlar. Bugun oylik berish kerak. Yana bilmadim. Mana bu yerda sabzlar ham qoldi. Bitta chirigan kartoshka chiqdi. Tamam. Buni merga etib bermaymiz. Neyse, mer bizdan urushib beradi. Hammasini ham qaytib o'z joyiga ekib chiqamiz. Do'stlar, endi bularni merga etib beramiz. Men hammasini sabzi ekib chiqdim. Mer menga aytgan edi sabzi ek deb, endi esimga kelib qoldi do'stlar. Merni ishini tiqlatamiz. Mer kirsam bo'ladimi? Da, kir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshiman, o'zing yaxshimisan? Yaxshiman, zo'rman. Mana qarochi hosilni keltirdim. Berxonim. Mana aytganingizda hammasini sabzi ekib chiqdim. Mana. O'zim qaytib keldim. Men oylikni berasizmi? Da, beraman. Sandiqdan bir stangiz urut ol. Rahmat. Mana sandiqdanmi? Ha, shu sandiqdan. Pulni ko'pligini. O'sha pullarga tegirmay pul. O'ganim yo'q. Mana do'stlar, oyligimizni oldik. Bir stangiz urut oldik do'stlar. Bir stangiz urut. Endi biz nima qilamiz? Narsalarni bu yoqqa qo'yamiz. Izburutni ham qo'yamiz. Mana chirigan kartoshkani tashlay esimdan chiqdi do'stlar, o'zi tashlayman. Lavaga tashlayveramiz. Endi nima qilamiz? Maza qilib kino ko'rib o'tiramiz endi. Kompyuterni yo'q. Kompyuterim ishlamayapti. Ishla. Mana ishlab ketdi. Mana yondirdik do'stlar. Qani kino ko'rayapmiz. Do'stlar, kino ham tugadi. Kino juda ham zo'r ekan do'stlar. Menga yo'qdi kino. Cho'ta kino ko'rib o'tirgan paytimda do'stlar, mana shu polni tagidan qanaqadir ovozlar eshitildi. Chiqir degan ovozlar eshitildi. Menimcha sichqonlar bo'lsa kerak, yana bilmadim. O'zi menga nima kerak edi? Menga hech narsa kerak yo'q.
Eshitishlar do'stlar? Blok qo'yilgan ovoz eshitildi. O'yin eshitilyapti. Menimcha mushuk kirgan bo'lsa kerak polning tagiga. Yana bilmadim. Lekin do'stlar, men bu yerni ko'rishim kerak. Qanday polning tagida mushuk kirishi mumkin? O'ziga bizga kerak bo'ladi, mana bu kirga kerak bo'ladi, xayaqtimga qarshi bolta kerak bo'ladi do'stlar. Mana shu yerdan qo'lay boshlayman. Yonasini nima u? Tunel chiqdi do'stlar. U yerda odam yashaydimi do'stlar? Kimsan ey? Meni topib olishdi-ku. Kimsan? Oldinga tushaman, qo'limda qurolim bor. Tushmang iltimos. O'zim o'ldiraman. Kimsan? Assalomu alaykum. Men uyda desa o'tirdim. Nima qilyapsan? Uyim yo'q edi, men bir bombishman. Ramazon oyiga saxiylik qiling endi. Meni uydan haydamang. Nimaga haydamaykan? Uyimda yashab o'tiribsan-ku. Men tinchligimni buzib o'tiribsan. Unda senga savob qilaman. Men senga bo'sh qo'yib qurib beraman, bo'ladimi? Katta rahmat akajon, rahmat, katta rahmat. Agar menga qo'yib qurib bersangiz, men sizga izmirutlar beraman. Rostdan, menga izmirutlaring kerak emas. Menga hech narsa kerak emas. Mana bu yerdan shularni olib chiqdi, ket bu yerdan. Rahmat aka, qo'yib qurib berasizmi? Keyingi bilaman. Tushundingmi? Chiq bu yerdan tez. Do'stlar, men podvalim tayyor nima bor desam, bir odam yashab o'tirgan ekanda. Endi bildim buni do'stlar. Agar men uni haydab yuborsam, gunohga olib ketaman-ku do'stlar. Unga uy qo'yib beramiz yaxshisi. O'lga tushalik qani? To'yishmay bu yerdan. Короче, isming nima seni? Ismim Max, aka, ismim Max. Короче, men senga tashqaridan yaxshigina uy qurib beraman. Sen esa bu meni podval tagidan ketasan. Katta rahmat akajon, rahmat. Tushundingmi? Tushundim. Hozir men bloklar to'plab kelay, senga uy qurib beraman. Rahmat aka. Короче, bunga endi do'stlar uy qurish kerak. Meni uydan tezroq chiq. Rahmat. Narsalarimga tegirma. Tushundingmi? Tushundim. Endi do'stlar, biz bu bechoraga uy qo'yib berishimiz kerak. Menda bloklar bor edimi? Menimcha yo'q edi. Endi mana shu daraxtlarni cho'pib bunga uy qurib beramiz do'stlar. Resurslarni olib bo'lgandan so'ng uydan yoqaman. O'zim bo'lib ketar. Mana do'stlar, bu bola uchun, uy qurish uchun shuncha resurslarni to'plab keldim, charchab ketdim resurs to'plagandan. Endi uyni qayerda quraman? Uyni bu yerda qurmayman, boshqa joylardan quraman. Mana shu yerdan qursam bo'ladi. Mana do'stlar, bechoragina bolaga uy qurib berdim do'stlar. Uy juda yaxshi chiqdi, yesa bo'ladi. Ijivan yaxshisi ham bo'ladi. Ichiga kirib ko'rsaman. Dahshat chiqdi. Bo'ynasi sig'ab ketaveradi, maza qilyapsa bo'ladi. Bu bolaga aytish kerak. Hali men uyimni ichidan nimada ko'rmadim lekin chiqqanini. Bratishka. Uyim ichida ekan ola. Sen olib ketmadingmi? Akajon, olib ketganim yo'q, narsalarimni yig'ishtirib o'tiribman. Uying taq, borib uyingga joylashaver. Akajon, rahmat. Akajon, katta rahmat. Bitta quchoqlab qo'yay. Qale. Katta rahmat akajon. Menga rosa uy qurib berasizmi? Da, uy qurib beraman. Ketdik, borib ko'ramiz. Ketdik. Katta rahmat akajon. Bizga pul kerakmi? Kerak emas, ketdik ko'ramiz. Bratishka, uy senga yoqdimi?
Akajon katta rahmat. Menga uy juda ham yoqdi. Uy juda ham shinamgina ekan. Unda malades. Ana shaydan bugun sen uying ana shu. Katta rahmat. Meni uyim yo'q edi. Men bitta bo'lmish edim. Sizga katta rahmat akajon. Katta rahmat. Mayli. Sog' bo'l unda. 5 ol qani. Davay ketdik. Sog' bo'l. Katta rahmat yana. Mayli, sog' bo'l. Mana do'stlar, bir odamga ham yaxshilik qildik. Mana shu yerda videomiz tugaydi. Siz esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Qani bo'lmasa biz ketu, aytgancha 3K ga ozgina qoldi. To'g'rimi yetel? To'pa-to'g'ri. 3K bo'lsangiz, men sizga bitta BMW olib beraman. Stop. Siz YouTube kanal ochdingiz. Videolaringiz uchun qayerdan sifatli prevyular topishni bilmayapsizmi? Unda sizga Abdurauf akamizni tavsiya etaman. Abdurauf akam sizga chiroyli sifatli prevyular tayyorlab beradilar. Abdurauf akamizni qayerda topaman deb o'ylagan bo'lsangiz, kommentdagi silka orqali kirib, o'zlarining Telegram lichkalariga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pastdagi nomerlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin.